Assalomu alaykum do'stlar. Ismim Ibrat. Bizneslarni tizimlashtirish va avtomatlashtirish bilan shug'ullanaman. Bugungi darsimizda dasturimizda ma'lumotlarga ranglar berishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu har xil joylarda ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, qarz berdik. Qarzimiz muddati yaqinlashsa, masalan, 2 kun qolsa, sariq qilib qo'ysak va muddati kelgan kuni va o'tib ketsa, qizil qilib qo'yishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun mana qarz berish oynasiga kirdim. Bitta qarz qo'shishimiz kerak bo'ladi. Men bugun masalan Ibratga beryapman 1 million. Bir hafta qilgandim. O'shani deylik, masalan mana ertaga, ya'ni 1 kun qoldi va qo'shdim ma'lumot. Demak, mana bu ma'lumotimiz ertaga berish kerak. Ya'ni 1 kun qolganda sariq rangga kiritish uchun biz demak front end qismidan format rules ga kirishimiz kerak bo'ladi. Bu joydan yangi rulni qo'shib olamiz. Qarzga 1 kun qolsa deb nomlab olamiz va qarz berishni tanlaymiz. Bu joyga shart yozishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni muddat qachongacha minus today bo'lsa, ya'ni biz bergan qachongacha sanamizdan bugungi sanani ayiradi. Bizga bu duration tipini qaytaradi. Duration tipi degani bu necha soat va o'sha minutligini qaytaradi. Biz bundan soatda olamiz. Mana bunda soatda oldik. Endi biz minutini ham olishimiz kerak bo'ladi. Hisoblanishi oson bo'lishi uchun birinchi to'liq minutga olaylik. Mana soat plus minut. Minutda xuddi shunday olishimiz kerak bo'ladi. Minutda olishimiz kerak bo'ladi. Endi bu joyda aytayapti, bu tipi number qaytadi, sen yoki to'g'ri yoki yo'q holatini berishing kerak. Chunki biz shart yozyapmiz. Agar ha bo'lsa rang berish kerak bo'ladi, yo'q bo'lsa rang bermaslik kerak bo'ladi. Endi bu joyda mana bu yerda soatda oldi, bu yoqda minutda oldi. Bizga endi minutlari o'zi qiziq emas, soatlarni 24 ga bo'lamiz. Ya'ni necha kun qolganiga bo'lamiz, 24. Va biz bo'lgan son, demak, birdan kichik yoki teng bo'ladigan bo'lsa, demak, biz qarz berganimizga 1 kun qoladi. Ya'ni qachongacha sanasidan bugun ayrildi. Pit bunda avtomatik soatlarni hisoblab beradi. Masalan, 10 kun bo'lsa 240 soat ko'rsatadi. Biz shuni 24 ga bo'ldik. Ya'ni necha kun chiqishini bilish uchun. Agar u birdan kam yoki teng bo'ladigan bo'lsa, mana ha bo'ladi va biz endi qizartirib qo'yishimiz kerak. Ya'ni masalan, mana shu 1 million so'm va qachongacha qizartirib qo'yamiz. Qancha va qachongachani qizil rangga olib kelib qo'yamiz mana. Qizilga o'tgan, qolganlari o'tmadi, chunki bu 28-gacha. Va biz bu yoqda ikonka ham berishimiz mumkin. Notify qilamiz. Notify ikonkasini berib qo'ysak, ya'ni muddati o'tyapti deb qo'yishimiz mumkin. 1 kun qolganda biz qizartirib sariq qilishimiz kerak. Mana sariq qildik. Qarzimiz endi muddatidan berdik, o'tib ketadigan holatida qizartirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun buni shunday kopiya qilib olaman. Qarz o'tib ketsa deb qo'yamiz. O'tib ketsa, bu endi qachongacha muddatimiz, berish muddati today, bugundan kichkina bo'lsa, ya'ni biz o'tgan kunigacha, masalan, kechagacha so'rab bergandik, bugun уже kichkina-ku dastur uchun. Bugundan kichkina bo'lsa, qizaradigan qilib qo'yamiz mana bunaqa. Hech qaysi qizargani yo'q. Buni saqlanib bosamiz. Hech qaysi qizargani yo'q. Endi masalan buni o'zgartiramiz biroz. Biroz o'zgartirib bo'lmaydi. Sababi biz avtomatik to'ladigan qilib qo'yganmiz. Shuni logichniy o'zi sanani nav qilmaymizda, biz initial value ga berib qo'yamiz. Bu joyda logichniy to'g'ri bo'lishligi uchun buni saqlanib qilaman. Mana biz masalan 1-fevralda qarz berganmiz Ibratga 500 ming so'm. Qachongacha bo'lsa, masalan biz endi yozganmiz 19-kungacha berganmiz. Mana saqlanib bosib, bu yerda ko'radigan bo'lsak, mana qizil rangga keldi. Chunki biz 19-gacha berganmiz, bugun уже 21.
E'tiboringiz uchun rahmat do'stlar. Sahifamga obuna bo'ling va AppSheet imkoniyatlarini o'rganishda davom eting.